Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning ikkinchi bosqichi doirasida Andijon viloyatining Buloqboshi tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida noqonuniy qimorxona faoliyati fosh etildi. Tezkor tadbir davomida Buloqboshi tumanida tug'ilgan fuqaro o'zining yashash xonadoniga bir guruh shaxslarni to'plab moddiy manfaat evaziga tavakkalchilikka asoslangan xo'roz o'yini tashkil qilganligi aniqlandi. Olib borilgan tezkor tadbir davomida voqea joyidan o'yin uchun tikilgan 11,373,000 so'm va 450 AQSh dollar miqdoridagi pul mablag'lari hamda 2 dona xo'roz xolislar ishtirokida daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Unutmang, qimor va tavakkalchilikka asoslangan har qanday o'yinlarni tashkil etish yoki ularda ishtirok etish, o'yin uchun sharoit yaratib berish qonunda belgilangan tartibda jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning ikkinchi bosqichi doirasidagi tezkor tadbirlar Andijon viloyati bo'ylab davom ettirilmoqda.